Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, iffetning naqadar buyuk fazilat ekanligini bilmek uchun uning tarkibiga kiradigan va ajralmas bir bo'lki bo'lgan xislatlar bilan tanishmoq zarur. Hekimlarning yezishlaricha, iffetda 10 bo'lak bor. Haya, sabr, tizginlash, poklik, qanoat, ig'ir besiqlik, ochiq yuzliklik, ixlos, tartib, saxovat. Sen o'zingning qaysi jihatlarda ojiz ekanligingni bilib ol. Chunki sening mudofaa kuchingmi shu jihatlarda hammadan ojiz bo'ladi. Navoda sen bu ojizliklaringni tuzalmasang, eng bo'lmaganda buni boshqalarning nazaridan yo'shirib qola olmasang, bu chaqda raqibing kelinmayla sana qo'l soladi.